Do'stlar, men sizlarga bitta achchiq haqiqatni aytishim kerak. Rekker, Yasiko, Redruk va Hacker ular YouTube'dan ketishdi. Deb shunaqa videolar sizni ham boshingizga chiqib oldimi? Men hozir sizlarga YouTube'dan ketish niyati yo'qlik sababini aytib beraman. Tasavvur qilaylik, siz uyda PUBG o'ynab o'tiribsiz, to'g'rimi? Va birdan telefoningizga SMS keldi. Siz ishga qabul qilindingiz degan SMS keldi. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Ishga borasiz va ular sizga ishga qabul qilindingiz deydi. Va ishlaysiz va ishga chuqurlashib kirib ketasiz va botdagi PUBG o'ynaganingizni bir yerga surib qo'yib, polni fikr xayolingiz ish bilan bo'lib qoladi. Men nima demoqchiman bu gapim bilan? Ya'ni Rekker, Yasiko, Redruk, Hackerlar ular o'qiydi, ishlaydi, qo'shimcha darslarga qatnaydi va hokazo. Va biz misol qilib olamiz Rekker akamiz. Rekker akamiz ham o'qiydi, ham ishlaydi, ham qo'shimcha darslarga boradi, ham uydagi jiyanlariga qaraydi. Buni o'zlari aytgan. Rekker akamizda shuning uchun sharoit bo'lmayapti video olishga. Agar tushungan bo'lsanglar, video ololmayotgani sababi ham shudir. Ozgina qisqacha videolar orqali biz ularni yana eslab olamiz. Xush kelibsizlar do'stlar, va nihoyat o'roy degani biz qaytib keldik do'stlar va albatta comeback bo'ldi. Menimcha bu Oh my god. Yo, men salomlashga ulgurmadim lekin. Daraxt qo'liman va bu daraxtdan men craft, ya'ni bunaqa verstagasiman, qanaqa craft adashib ketdim, kechiringlar. Bo'ldi, xullas bu yoqqa kiraman craftga va men endi bam bum bam tank yasashim mumkin. Darslardan to'g'ri bu haqiqiy tank. Mana ko'ringda shunaqa tank. Kanalimizda video chiqmaganiga ham bir yildan oshdi. YouTube'ni qanchalar sog'ingandim, ha? Mayli, gaplarni to'xtatib videoni boshlaymiz. Sava do'stlar, sizlar Redruk do'stlar va nihoyat men yana qaytdim. Men sizlar bugun darsim seriozli bo'lish. Qo'lovlashlar. Ko'rib turgan elida mana. What the fuck? O'zim o'ylab bo'ldi. Oddiygina portlash bo'ldi. Okay. Biz mana bu otimizni ham joni ichida kam qolibdi. Короче, bolalar qaranglar. Yugurmayman.